Ismim Muhabbat, yoshim 57da. Toshkent shahrida turaman. Kasbim vrach oftalmolog. Xo'sh, bizni kursimizni bo'layotgan, ya'ni Umar aka haqida, Umar akaning kursi haqida qayerdan eshitdingiz? Qayerdan bildingiz? O'zi o'tgan yili bir shu kriptovalyutaga qiziqdim. Bitcoinlarga. Umuman boshqa kurslarda o'qidim. Birinchi rossiyskiy, keyin yana o'zimizdan O'zbekiston. Keyin xullas ikkinchi rossiyskiy kursda o'qiganimizda ularniki to'g'ri kelmas ekan platformasi. Asosan Binance yoda BitBuy platformasi. Keyin o'sha Binance'da qidirib qanaqa ishlar ekan deb o'sha yana bitta kursga yozildim. Yaxshi o'rgatmadi, juda ham nima deydi? Ishonch tug'dirmadi, chunki kursga masalan o'zi yozdirishga o'qish uchun na ofisi, na telefoni, faqat siz bilan Telegram orqali gapiradi, unaqa yo'q. Kuratori ham boshqasi ham aytdim. Mashinik o'xshaydi. Mashinik, da, точно. Keyin men aytdim, qani men kursga pul to'lasam, допустим-da, qayerda ofisda men ko'rishim kerak. Ishonch hosil qilish kerak. Keyin Instagramda bular chiqib qoldi. Endi bilasiz-ku, nimaga qiziqsangiz, Instagram o'shani ko'proq chiqaradi. Albatta. Da, keyin qarasam, juda chutki, dona gapiradilar, shunaqa. Keyin o'sha bunaqalarga qo'shilinglar deb chiqardilar. Nima o'sha Telegramdagi ochiq darslarga nima yoqdi. Keyin yana bitta kurs sotib oldim o'sha paytda, sentyabr oyida, onlayn kurs. Qaysiniki? MyFix Pro? Da, MyFix Pro. MyFix Pro'ni o'qidingiz. Unda natijalar qanaqa bo'ldi? O'rgandim, lekin qiyin edi. Menga umuman shu narsiz. To'g'risini aytsam, umuman shu ochishga ham qo'rqdim. Keyin offlaynni taklif qildilar. Riskovat qilib bordim. Asosan o'sha ofis borligi, kurator telefonni berishi, keyin borib ofisda ko'rib, o'sha o'tirgan qorovuldan so'radi, necha yildan beri ishlashyapti, bular ishonchlimi yo'qmi. Keyin ofis o'ziga kirdim, ko'rsatdi, qanaqa ishlayotganini, mana bolalar o'tirishib, katta monitor. Bas keyin Umar aka o'zlari kelib qoldi, ular bilan gaplashdim, всё. Bo'ldi, o'sha o'zi yetarli bo'ldi. Shunaqa qilib kurslarga qildim. Men masalan hozir juda ham довольныйman. Albatta hali anaqaga chiqqanim yo'q, yo'qotyapman hozircha, chunki bilimim kam. Boshqalar bor, bizda zo'r qilishyapti. Lekin o'ylaymanki, men ham nima deydi, plyusga chiqaman. Minus ko'p emas, ozgina minus, unaqa boshqalarga o'xshab katta yo'qotish slivlar yo'q. Akkuratniy, kam qilib ishlayapman. Qo'rqyapman, qo'rquv bor hali ham. Psixologiyada endi. Psixologiya to'g'rilash kerak. Xullas, shu niyatim plyusga chiqib ko'rsatish to mana yoshda emas, odam qiziqish kerak. Baribir bir xil o'y unaqa deb. Men o'z hayotda qiziquvchiman, ko'p narsalardan. Sityovoy marketingda ham ishlaganman. Kruzli kompaniyalar bo'yicha ham ishlaganman. Ko'pchilik o'zi aytadi, jim o'tirmas ekan. Men hozir masalan tanishlar ko'rsatadi, endi bu yoqqa ham kelibdi, nima bunga nima yetishmaydi. Xudoga shukr, hamma narsam yetadi. Lekin qiziqish, odamda qiziqish bor, keyin yana bitta narsa, hayotdan orqada qolish kerak. Nima uchun bu yerda вообще kriptovalyuta umuman mana shu biznesga kelganim asosiy sababi, unda Facebooklarga, Instagramda ko'rsangiz, oxirgi paytda sifrovoy valyuta keladi deb qo'rquv boshladi. Hammani уже sifrovoy valyuta bo'ladi, hammasi kontrol bo'ladi, unaqa bo'ladi. Ortiqcha pulingizni ham biron bir narsani qilsangiz olib qo'yadi. Вот. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun как бы подушка безопасности degan narsa bor ruslarda, to'g'rimi? Qarasaki hamma boy odamlar, aqlli odamlar nima qilyapti, sekin aksiyalarga pulni qo'yyapti. Bitcoinlarga, kriptolarga, kimdir bu hamma ashyoga butun dunyodagi boylar bundoq qarab chiqsangiz, o'sha Bill Gates olasizmi, mana nima deydi? Qolganlarni olasizmi? Aksiyalar bilan ishlasha, investitsiya qilishadi hamma. Даже Trump. Bundoq olganda. Endi ular biznesmen katta. Endi biz ham shuning uchun mana shunaqa kelib qoldim. Xudo xolisa o'ylaymanki,
Xudo xohlasa sizni ham boylar, millionerlar, milliarderlar orasida ko'rishni tilab qolamiz. Xudo xohlasa, lekin maqsad albatta hayotda o'sha yoshlardan orqada qolmaslik, birovga majbur bo'lmaslik и biron bir joyga borganda, masalan, siz ham shu narsalarni bilib, odamlarni hayron qilib qoldirishdi. Bilib o'shanaqa gapirsangiz, mana men deb hayotimda juda ham ko'p bo'lgan bu narsa. Bir xil joylarga borganda kimdir biron bir sohani anaqasi boshlashadi. Voy, men unaqaman. Shu paytda sekin kamtarim bo'lib, mana shunaqa deb qilsangiz, endi o'rgatayotgan bo'lsa ham burni osmonda bo'ladi. Shunaqa odamlar sekin joyiga o'tkazib, chiroylikgina. Kommunikatsiya uchun, networking uchun zo'r narsa bu. Shunaqa. Xudo xohlasa, jarayonlar qanaqa ketyapti? Qisqa aytib bersangiz, ya'ni hozir qanchalik prop investitsiya oldingiz, kelajakda qanchalik olmoqchisiz? Hozir o'tgan hafta 10 ming prop investitsiya oldim. O'shandan ozgina $30 yo'qotish bo'ldi. Turibdi. Men o'yladim, endi voy, anaqa foyda qila olmadim. Hozircha turibdi. Xatolarim o'zim bilaman. Qattiq o'qiganim. Endi xudo xolasa keyingi hafta hammasi to'g'rilab, plyusga chiqish niyatim bor. Вообще aytmoqchimanki, bizga ustoz bilan juda ham повезло. Nima deydi, o'zbek tilida nima deydi? Juda ham zo'r bo'ldi, chunki yosh bo'lishlariga qaramasdan juda ham aqlli, juda ham bilimli. Prям. И harakat qiladi shu hammaga e'tiborli bo'lib, har bitta savolni qolmasdan shu qilg'izib o'rgatib, hozir ham zo'r narsalar o'rgatyaptilar. Zo'r. Xo'p, unda vaqtingizni olmaymiz. Bu kursni oxirgi savolimiz, o'zingiz do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'larsiz, aynan sizdan qiziqib so'rag'at. Agarda masalan haqiqatdan shunaqangi zo'rda Umar akaga o'xshab daromadga chiqsam, ko'pchilik bor hozir. Masalan, ikkinchi daromad qidirib yurganda, masalan, kimdir bolasini o'qitmoqchi, kimdir mashina olmoqchi, uy olmoqchi, qiyin-da. Shunaqa odamlarga davay harakat qil, mana shu men shunaqa qilib chiqdim. Endi men hozir xudoga shukr, hamma narsa, uyim, mashinam, hamma narsa bor, lekin aytaman, hayotga moslashib, ertaga действительно shu именно meniki kichkina-da, maqsadim shu sifrovoy pul bo'lib qolsa, mana odamlarning ограничение bo'lib qolsa, у меня уже будет запасной вариант. To'g'ri. Безопасности, почему hamma qilyapti, nima uchun men qilmayman, to'g'rimi? Hamma dodlab o'tirsa, давайте. Shunaqa. Bo'ldi, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Fikrlaringizga katta rahmat.